Assalomu alaykum leslar. Bugun Excel o'rgatmoqchiman. Excelga kirish. Xo'p, ko'rib turganingizdek men bu videoni ikkinchi marta yozyapman chunki bizda bir jadval tayyor bor. Mayli, mikrofonim yonmay qolgan ekan. Nima ham demoqchi edim? Ikkita eslatmani aytib o'tib ketay. Birinchisi bu men ham xato qilaman, shuning uchun nimadir xato bo'lgan bo'lsa buni albatta izohlarda yozib qoldiring. Ikkinchisi men rus tilini uncha zo'r bilmayman yoki to'g'risi bilmayman. Shuning uchun talaffuzlarim xato bo'lishligi mumkin. Demak, bu kurslar kim uchun? Demak, Word va Excel chiqarayotgan seriya bo'ladi yaqinda nasib. Bular ikkalasi ham birinchisi. Bular to'laqonli, demak, yangi, endi o'rganayotgan odam uchun. Hech narsani bilmaysizmi? Demak, siz menimcha to'g'ri joyga keldingiz. Xo'p, bugun shunaqa jadval qilamiz. Mana xuddi shunaqa jadval qilamiz. Demak, biz qanaqa qilib bu yoqqa yozishda, qanaqa qilib semiz qilish, tagiga chizish, qiyshaytirish, rang berish, mana shunaqa narsalarni ko'rib chiqamiz. Menimcha qiziq bo'ladi. Nimani kutyapsiz, deymi? Buni saqlamasdan chiqib ketaman. Birinchi Excelga kirib olishimiz kerak. Menimcha agar sizni kompyuteringizga yangi Windows bosilgan bo'lsa, katta ehtimol bilan Windows bosganlar mana shu yerga mana shu Excelni qo'yib qo'yishgan. Yokida bu yoqdan ham topsangiz bo'lsa kerak. Yokida shunchaki mana bu pustni bosganingizdan keyin bu yoqqa Excel deb yozsangiz chiqishligi kerak. Meni Windows'imni nimagadir shunchaki aylanib turibdi. Urinib ko'ring. Buni har holda kirib olish muammo bo'lmaydi degan umidda. Keldim, mana shu yerdan kirib qo'yamanmi? Mana Excelga kirib oldim. Bu kalit so'rayapti. Kalit yo'q, albatta sakret qilamiz. Bu yerda ham oxirgi ochilgan papkalaringiz, to'g'ri, Excel fayllaringiz turadi. Bu yerda shablonlar turadi. Biz bu shablonlarni ko'rib chiqishimiz shart emas, shunchaki mana bu pusta ekaniga kirishimiz kerak. Qanday kiramiz bunga? O'zi hamma narsani deyarli ikkita yo'li bor. Bittasi mishkada, bittasi klaviaturada. Mishkada shunchaki ustiga borasiz, chap tarafni bosasiz, bo'ldi, kiradi. Klaviaturada bu shu tanlanib turibdi, qarang. Tanlanib turibdi. Shuning uchun enterni bitta bosamiz, o'zi kiradi klaviaturada. Xo'p. Bu Excel dasturida juda ham ko'p narsalar bor. Bu men birinchi darsni oddiy sodda shunchaki bir dona jadval yaratishga bag'ishlamoqchiman. Shuning uchun bu yerda ko'p narsalarga mayli hozirchalik e'tibor bermay turing. Keyin shunchaki bir yozib, bitta jadval qilib ko'ramiz. Bitta agar boshida bilishingiz kerak bo'lgan narsa bo'lsa, bu mana bu yerdagi past shtab. Mana bu plus va mana bu minus bilan kattalashtirib kichraytirsangiz bo'ladi. Shu plus bilan biroz yaqinlashtirib olsangiz bizga qulay bo'ladi. Endi o'zingizga qarab xohlasangiz kattalashtirib olasiz. Xo'p, yana bitta jadval yozishni boshlaymiz haligi ko'rsatgan jadvalimni. Nima yozaman? Tartib raqam. Bu tartib raqamni tezini katta qilmoqchi edim. O'chiraman. Shift bilan T ni bosaman-da, katta. Keyin raqam, tartib raqam. Endi qarang. Hozir buni yozib bo'lgandan keyin mana bu yoqqa o'tmoqchiman. Ya'ni mana bu yashil narsani bu yoqqa siljitmoqchiman. Qanday qilaman? Agar mishkada qilmoqchi bo'lsangiz, menimcha juda ham noqulay, lekin ko'pchilik mishkada qiladi. Bu shunchaki buni ustiga bosib qo'yishlik. Shaxsan men tavsiya qilmayman. Sizga nimani tavsiya qilaman? Bu yoqqa o'tkazib qo'yishlik uchun shunchaki tabni bosasiz. Tab qayerda? Tab klaviaturani eng chap tarafida. Shu chap taraf eng chap burchagiga qarasangiz, eng pastdan boshlab o'qisiz Ctrl, Shift, Caps Lock degan klaviaturalar bor. O'sha yerda tab deb yozib qo'ygan. Yokida chapga o'ngga chiziqcha qilib qo'yadi. Mana shu tab bo'ladi. Shuni bitta bossangiz mana o'zi siljiydi. Endi bu yoqqa ism familiya yozamiz. Ism familiya. Yana bitta tab. E'tibor qiling. Ism familiyaning A harfi xuddi S1 katakchaga. Mana bu S1 katakchaga o'tib ketganga o'xshayapti. Lekin ishoning, o'zi unaqa emas. Orqaga qaytaraman. Qarang, tab bilan o'ngga yursangiz, shift ni bosib, tabni bossangiz chapga yuradi. Ism familiya mana bu B1 katakchada turibdi. Buni isbotlovchi mana bu yerda ham ko'rsak bo'ladi bu ism familiya. Va qancha uzun yozsangiz ham u bitta katakchada turadi. Hech qachon ikkinchi katakchaga o'tib ketmaydi Excelda. Bu Excelda shunaqa. Eslab qoling.
Shuning uchun bemalol xotirjam C1 ga yozaveramiz. Va qarang, to'ldi. Qanday qilib pastga tushdim men qiziqi? Juda ham oddiy, enter bilan. Shunchaki enterni bitta bosdim, mana pastga tushdim. Hozir bu to'g'rima-to'g'ri pastga tushdi. Lekin mana böyle tap qilib kelganimdan keyin enterni bosganimda qaniydir bir Excel tushundiki, ha, chapga o'ngga yurish uchun tabni bosib kelyapti. Enterni bosdi, katta ehtimol bilan yangi qatordan boshlashimiz kerak va yangi qator bu tarafdan boshlanadi deb shu yoqqa otib berdi. Endi 1 2 3 4 5 6 qilamiz. 1 enter. 2 enter. 3 enter, 4 enter. To'rtta menimcha yetadi. Deb bu yerda o'ngga chapga yurishlik uchun demak bizda tepaga, pastga, o'ngga, chapga o'zi klaviaturalar bor. Agar o'yin-po'yin o'ynashsam shundan foydalanasiz. Shular bilan tepaga, pastga, o'ngga, chapga qilib yursangiz bo'ladi. Bu qilinmaydi. Faqatgina bitta scroll lock degan demak klaviatura bor. Ana shu scroll lock yonib qolgan bo'lsa, bu sal boshqacharoq yurishni boshlaydi. Omadni qarangki, men 75% klaviaturamda scroll lockni ko'rsatgani, scroll lockni o'zi yo'q ekan. Lekin siz agar mabodo o'ngga chapga qilsangiz, bu mana bu quticha qimirlamasdan ekranda o'zi qimirlab ketayotgan bo'lsa, o'sha scroll lock yonib qolgan. Agar sizning klaviaturingizda 3 ta demak indikator bo'lib, o'sha uchalasi yonib o'chadigan bo'lib, uchinchisi yoniq turgan bo'lsa, SKRLLK qilib qo'yadi o'sha scroll lock. O'shani topib klaviaturasini o'chirib qo'yishingiz kerak. O'chirsangiz keyin o'ng chap ishlayveradi. Mabodo ishlamayotgan bo'lsa. Kelar ism familiyaga endi yozishni boshlaymiz nimadirlar, bilmayman. Abdulloh To'laganov. Toshpo'latov deb qo'ying. Toshpo'latov. Toshpo'latov. Qarang, shu yerda taqib qo'ydim. Kirib o'zgartirdim. Klaviaturadan kirib o'zgartirdim. Qanday qildim? Hozir ko'rsaman. Keling, biroq boshqa ism yozaman. Misol uchun Baxtiyor Alimov desam, va Alimovni misol uchun ikkita v qilib qo'ydim deylik va enterni bosib ketdim. Tepaga chiqib qaytadan ism yozaman desam, o'zgarib ketadi bu. Например, olim deb olsam o'zgarib ketadi. Qanday qilib kiraman ichkariga va o'zgartiraman? Bu F2 bilan. Ya'ni tepada, klaviaturangiz tepasida F1, F2 deb qo'yilgan klaviaturalar bor. O'shadan F2 ni bossangiz mana kiradi ichkariga. Keyin o'sha bitta o'sha V ni o'chirib olib, yana enterni bossangiz bo'ladi. Agar F2 bilan kirmasdan siz o'zingiz shunchaki yozib yuborishni boshlasangiz, unda turgan ma'lumotni o'chirib oladi. Men bu yoqqa kirib qilsam o'sha turgan ma'lumotni o'chirib oladi. Shuncha F2 bilan kirdim. Agar siz adashib bu yoqqa misol uchun yozib yuborsangiz, orqaga qaytarish yo'li escape. Escape qayerda? Klaviaturani chap tarafini eng yuqori shu burchakda bo'ladi. 3 ta harf bilan E, S, K qilib qo'yadi ruscha. Demak, E o'zbekcha S, ruscha S, o'sha escape deb o'qiladi. O'sha escape deb bitta bossangiz orqaga qaytaradi. Men o'ylayman, bu dars juda ham muhim. Lekin ingliz tilida underrated degan so'z bor haligi. Ko'pchilik menimcha uncha ilmasa kerak, no? Ko'rayotgan bo'lsangiz, menimcha siz juda kam odamlardan birisiz, no? Mayli. Endi Baxtiyor Olimov ham deb oldik. Yana kim yozamiz? Zebo misol uchun. Gul yoki Qoporov. To'g'risini aytsam, Qoporov. Familiya yoki ism ham xayoliga kelmayapti. Hosila. Egamberdiyeva. Mana ism familiyani ham yozib oldik. Eng qizig'i yosh yozadigan joyimiz to'lib qolganga o'xshayapti. Lekin yosh yozib ketaveramiz. Bu yer bombosh. Bu yer bomboshligini isboti mana bu yer. Mana shu katakcha bomboshmi? Demak bombosh. Bu yerda mana bormi? Demak bu katakchada ma'lumot bor. Bu yerga yoshini bilmayman. 56, 43, 90,
20 ga chiqib ketaveramiz. Endi sizga savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, men ismim Qanishar, eng qizig'i. Qanishar yozdim, lekin bu bunaqa turmasligi kerak-ku, o'qib olishligim kerak-ku. Albatta. Nima qilamiz? Bunaqa. Mana bu b bilan s ni orasiga olib kelasiz, ya'ni buni bu joyini kattalashtirish uchun b bilan s ni orasiga olib kelasiz. Avvalo buni mishkani chap tarafi bilan ushlab, o'ngga, chapga qilib kattalashtirib kichiktirsangiz bo'ladi. Lekin bunaqa paytda eng yaxshi yo'li b bilan s ni orasiga olib kelib, shunchaki 2 marta tez-tez urib qo'yishlik. Va bu mana shu ustida turgan eng katta yozuv ko'ringunicha ochib qo'yadi. Hozir bizda 4 ta 5 ta bor, biz ko'zimiz bilan ko'rib turganimiz uchun bunday qilib ocha olamiz. Lekin bizda misol uchun yuzlab, minglab ism familiya yozilgan bo'lsa yoki matn bo'ladigan bo'lsa biz ko'ra olmaymiz. Yaxshisi shunchaki 2 marta bosib qo'yishlik. Excel bu ustida nima turganini biladi. Eng uzun yozuv ko'ringunicha buni katta qilib ochib qo'yadi. Shuning uchun 2 marta bosing. Bo'ldi, nima qilasiz? Tashvishlar. Bularga ham 2 marta bossangiz mana kichrayadi. Bularga ham 2 marta bossangiz kichrayadi. Shunaqa. Yozuvni kattalashtirmoqchimisiz endi? Mana shu joygacha o'zi bu bir dars. Shuning uchun maslahatim hozir boring. Mana shu joygacha takrorlab o'rganing maslahatim. Hozir 1 minutiga qaraydi. Necha minut bo'pti? 12 minut bo'pti. Menimcha shu yerda to'xtatsak bo'ladi. To'g'risi men narigi mikrofon yonmagan videoda bu yo'llarini ham ko'rsatdim. Lekin shunchaki mana shu joygacha o'rganib olishingiz bu katta bir yaxshi dars. Demak, eslab qolishingiz kerak, o'ngga, chapga, tepaga pastga ma'lumot kirgizish uchun internet pastlab ketadi, chapga olib ketadi. Yoki shunchaki ma'lumot yozib, o'ngga, chapga bosib borsangiz ham siz xohlagan tarafga yuraveradi bu. Xo'p. Undan keyin har bitta ma'lumot har doim bitta katakchada yoziladi. U ikkinchi, uchinchi katakchaga o'tib ketayotganga o'xshasa ham o'tib ketmaydi. Ularni ochib qo'yishni yo'li mana bu yoqqa kelib 2 marta bosib qo'yishlik. Misol B katakchani ochmoqchi bo'lsangiz, bu yoqqa kelib B da bosasiz. C katakchani ochmoqchi bo'lsangiz, bu yoqqa kelib 2 marta bosasiz. Mana ochara turibdi. Kelaman, tirsiz uraman bo'ldi. Va men shunaqa jadvalimiz hosil bo'ladi. Shunaqa jadval bitta qilib ko'ring. Ishoning, shunchalik qilib ko'rsangiz ham o'sha yaxshi narsa o'rgandingiz. Men buni saqlab qo'yaman birinchi dars deb va shuni orqasidan demak davom ettiramiz. Rahmat.